Assalomu alaykum, xayrli kun dugonajonlarim. Sizlarga hozir salat tayyorlayotgandim. Sizlarga ham ilindim ko'rsatgani. Bir qator yana qilib oldim, ikkinchi qatori bu. Mana karamlarni to'rg'ab oldim. 3 kunda tayyor bo'ladigan salat. Mana bosib. Qizilcha, ana chesnok, sabzi. Mana. Bekarchilikda tayyorlab qo'yapman. Lolores barglaridan ozginaroq. Mana. Da keyin svejiy zelindan ham oshxona sovib ketibdi-da, sovqatmay deb uyda qildim, pechkani oldida. Mana. Shunday qilib yana karam solamiz. Yana karamni solamiz. Nargizaxon to'ylarga mazza qilib borib keling dugoshim. Qarindoshlari sizga barisi mashettada mazza qilib to'ylarga borib kelib yurasiz o'rtoqjon. Nigorichka, sen ham tayyorla. Katta karam mana bir paqir bo'ladi. Qancha yeysan, suyuq ovqatga ham, quyuq ovqatga ham bir likopdan dasturxonda turmasa ovqat o'tmaydi. Hammada ham shunaqa bo'lsa kerak. Yana bakdan solamiz. Hidi chiqish uchun yana svejiy zelindan solamiz. Buni keyin tuz solib, uksus 2-3 qoshiq solib, keyin og'irroq narsa bostirib qo'yasizlar. Kattaroq bochka olsam bo'lar ekan. Sirli paqirimga ham to'lib ketyapti. Mana. Bosib solinaveradi. Ko'chadan ko'ra o'zimiz uyimizda, qo'limizda tayyorlaganmiz. Barakali, boshqacha bo'ladi-da. Masalan, men shunaqa deb o'ylayman. Pokiza o'zimizniki. Ko'chada ham yaxshi nima-yu endi. Damashni